Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Germaniya cho'chki ئەپسۇن kitabini anglaylik ha? Burunning burunisida bir o'rmonlikning ichkarisida bir odamxo'r alvasti yashagan ekan. Qavul ham egiz bu alvasti to'limi rahimsiz tosh yurak ekan. Qiziq yeri shundoq bo'lishiga qaramay uyni nihoyatda pokiz ratlik tutadi ekan. Kunlar o'tibdi, yillar o'tibdi. Alvasti har kuni uyning ichidishini saramjonlashtirish, tozalash qatorliq ishlardan zerikibdi. Lekin uyni bo'lishiga tashlab qo'yishga ko'ngli unimabdi. Alvasti uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri o'zimni buncha avora qilguncha bir necha odamni tutib kelib, xizmatimga solsam bo'lmamdi degan yerga kelibdi. U o'rmonlikdan chiqib bir mahallaga yaqinlashibdi. Qarasa, mahalla chetida ikki dehqon bolasi o'ynayotgandek. Ularning biri o'g'il, yana biri qiz bola ekan. Alvasti uzun qo'llarini birli uzitib, ularni qop qilib tutibdi-da, uyga elib ketibdi. Sizlar mening molim bo'ldinglar. Buningdan keyin men nima desam shuni qilasizlar. G'arang-parang qildigan bo'lsanglar, ko'rgilikinglarni ko'zdiman. Agar sizlar qochmoqchi bo'lsanglar, men ham qutli yevdiman. Uqishdingmi? Debdi alvasti ikki bolaga. Ularning yig'lig'inimi, yolg'urganlarimi alvastining ko'nglini eritalmabdi. Ular odamxo'r alvastining uyda turib qilishga, atdiganning kechgacha uning uy ishlarini qilishga majbur bo'ldi. Bu ikki bola aksingil ekan. Aradan xeyli kunlar o'tibdi. Ikki bola odamxo'r alvastining har oqshimi yotoq uyidan bir kitobni elib chiqib, ko'ngil qo'yib o'qiydiganligini bayqab qoldi. Tuva, taza qiziq ishda bu. Odamxo'r alvasti kitob o'qiydi ekan, yana kelib shuncha berilib o'qiydi ekan. Uning bu kitobida nimalar bo'ldi? deganlarni o'ylabdi. Ular hayron bo'lgan holda. Bir kechasi alvasti jo'ylib ketib, heliqi kitobning sirini aytib qo'yibdi. Aslida bu favqulodda sehriy kuchga ega ئەپسۇن kitabi ekan. Alvasti o'zining jimiy sehrlarini ashu kitobdan o'rgangan ekan. Shuningdan keyin alvasti har qaytim sirtqa chiqib ketganda, bu aqlli bolalar bu kitobni o'qiydigan, uningdagi so'zlarni yodlaydigan bo'ldi. Bir mezgildan keyin ular bu kitobdagi ئەپسۇنlarning hammasini o'rganyapti. Bir kuni ular o'rgandiganni qilib o'rganib oldik. Buning yordamida uyimizga ota-onamizning qo'shig'i ketalaydigan bo'ldi deyishibdi-da, odamxo'r alvasti qaytib kelishdan burun qochib ketmoqchi bo'ldi. Lekin aksingil ikkaylan o'rmonlikda nihoyatda tezla esib qoldi. Ular mayli qaysi tarafga monsun, yanala bu qo'rqinchli o'rmonlikdan chiqolmabdi. Aka, yiroqdan kelayotgan oyoq devishini angladim. Odamxo'r alvasti bizni qo'g'lab kelyotdi. Qizchaq tovlib etibdi. Alvasti qaytib kelib qarasa, aksingillar yo'qdirg'idek. U ئەپسۇن kitobining yo'qligini ko'rib, texmi cho'chib ketibdi. Bu shumtaklar qochibdi deb o'rgirabdi alvasti. Ko'rib boqay, sizlar nega qochsizlarki? Odamxo'r alvasti ularni tutib kelmoqchi bo'ldi. Uning bir jup uzun puti bo'lg'ashqa, ularga nihoyatda tezlik yetishib kelishi hech qancha ish emas ekan. Dal mushundoq jiddiy paytda o'g'il bo'lgan bir aql kaptida o'rganib olgan bir ئەپسۇنni o'qibdi. Shu zaman bir mo'jiza yuz beribdi. O'g'il bola sup-suzuk suv to'lgan ko'lchakka singlisi ko'lchakda piltinglab yurgan bir kichik beliqqa aylanib qoldi. Birdamdan keyin alvasti paypaslab yugurib ketdi. U ko'lchak va ko'lchakdagi beliqni ko'rib, bularning heliqi ikki bola ekanligini bilibdi. O'ganga o'niranglar sho'midi.
qaqaqlab kulib ketibdi odamxo'r alvasti. Okan qarag'ayning ko'zini bo'ymoqchi bo'ldinglarmi texi? Qarab turinglar, men nima qilamanki? Alvasti hurkirgunicha uyga qarab yuguribdi. U uydan qarmoq elib kelib, beliqni tutmoqchi bo'libdi. U yiroqlashgandan keyin ikki bola asli qiyofatiga yenibdi. Andin jinining baricha yugurishni davomlashtiribdi. Lekin Alvasti nihoyatda tezla ularning kaynidan qo'g'lab kelibdi. O'g'il bola ikkinchi Epsunni o'qibdi. O'g'il bola hayvatlik bir qal'aga, singlisi qal'a temidagi toshdan o'yilgan farishta haykaliga aylanib qoldi. Umaqlarim, bu cho'chakni anglab qo'rqib ketmanglar, ha? Men bu kichkimda Alvasti jindisi qo'rqib yig'lab ketatdim. Lekin cho'ng bo'lganda Alvastlarning faqat hikoya cho'chaklarda mavjud ekanligini his qildim. Uning ustiga cho'chakdagi Alvastlar baklamdud. Qandoqmi bizga o'xshash aqlli bolalarga tang kelalasin. Xuddi cho'chakdagi aksingga o'xshash. Bizmi ularga o'xshash Alvastdan qo'rqmaydigan botur bolalardan bo'laylik. Men ishinaman, mening omoqlarim yana Alvastning cho'chigini anglab qolsa, men Alvastdan qo'rqmayman. U mendan qo'rqudi, chunki men bak aqlli ham botur deyalaydi. Kesh bo'lib ketibdi omoqlarim. Amis bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.